xiyonatda har doim hamma aybdor qidiradi. Shunaqa payt nima deysiz? Boshqa ayollarga erishish istagan, lekin xotini bor erkak aybdormi? Yoki u erkakning oilasi borligini bilib turib ham rozi bo'lgan ayol aybdormi? Va'dasiga vafo qilmagan aybdor. Aslida sen bir qizni olding, sen unga va'da berding, baxtli yashatishga mas'uliyatini olding, hammasi yaxshi bo'ladi deb uni umidvor qildingda, yo'lni yarmida o'yin buziliqlik qildingmi? Sen va'dangda turib bera olmadingmi? Kim aybdor? O'zing aybdor. Xuddi shunday ikkinchi tomonda ham sen ajrashding, xayrlashding, martlatib chiqib ketding o'sha holatdan va o'sha holatda o'zing yana boshqa bir uchburchak ichiga kirishga o'zingga ruxsat berdingmi? Yolg'iz qolish mas'uliyatini ola olmadingmi oxirigacha? Kim aybdor? O'zing aybdorsan. Bu yerda aybdor qidirish emas. Har bitta odam o'z hayotini o'zi mas'uliyatiga aylanish kerak deb bilaman. Men o'zimga nimani ravo ko'rsam, o'sha hayotda o'zim yashayman.